sumka, chok mashinasiz, faqat qo'lda to'qilgan desam ishonasizmi? O'zingiz yasab ko'rishni-chi xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Bizga kanva, ip, maxsus igna va shunaqa osnovalar kerak bo'ladi. Qani unda boshladik. Sumkamiz bir tekisda chiroyli bo'lib chiqishi uchun kanvani o'rtasidan belgilab olamiz. Maxsus ignamizga 1 yoki 2 metr ip o'tkazib olamiz. Kanvani o'rtasidan o'ngga qarab 4 ta katakcha sanaymiz va uning yuqorisidagi katakchaning pastidan ipimizni chiqazib olamiz. E'tibor bering, ipimizni hammasini tortib olmaymiz, 5 cm pastda qoladi. Endi esa ipimizni pastdagi katakchadan chiqazib olib, yonidagi katakchaning ikkinchi emas, 3-chi katakchasidan o'tkazamiz. Ya'ni belgilagan joyimizgacha bitta-bitta qo'shib tepaga chiqib ketaveramiz. Mana deyarli belgilagan joyimizga ham yetib keldik. Endi igna tugmani olib tashlab, pastga qaratib tikib chiqamiz. Ya'ni bizda uchburchak hosil bo'lishi kerak. Xuddi shunday bitta-bitta kamaytirib, 4 ta, 3 ta, 2 ta, bitta qilib tikib chiqamiz. Mana 3 burchak qilib to'qib oldik. Endi yana chap tomondan 4 ta katakcha sanaymiz va yuqorisidagi katakchadan tepaga chiqazib, yana pastdagi katakchadan tushirib, undan keyin o'ngga qarab bitta-bitta katakcha ko'paytirib chiqib boraveramiz o'rtasigacha yana. Endi esa qanday qilib o'rtasiga chiqqan bo'lsak, xuddi shunday qilib pastga qaytib tushiramiz. Ya'ni 5 ta katakchadan to'g'ri keladi. Mana ikkinchi qatorimizni ham to'qib oldik. Bunda ham 3 burchak hosil bo'ldi. Endi yana 3-chi qatorni boshlashimiz uchun o'ng tomonga 4 ta sanab, yana xuddi shu shaklda davom ettiramiz. E'tiborli bo'ling, ipingiz buralib qolmasin. Sumkangiz sifatini buzadi. Har bir ip o'tkazayotganingizda tekis qilib o'tkazsangiz, ishingiz chiroyli va qimmatbaho ko'rinadi. 3-chi qatorimizni ham tugatdik. 4-chi qatorni boshlash uchun yana chap tomondan 4 ta katakcha sanaymiz va tepasidan o'tkazdirib, xuddi shu shaklda tepaga qarab bitta-bitta ko'paytirib, ya'ni 5 ta katakchali qilib to'qib chiqamiz. 4-chi qatorimiz tugay deganda ipimiz tugab qoldi. Kanvamizni teskarisini aylantirdik, ya'ni uloq joyi ichida qolib ketishi kerak. Zajgalkada 2 ta ipimizni ham bir-biriga kuydirib yopishtiramiz. Mana iplarimizni bir-biriga ulab, yana kanvamizni o'ngini o'girib
to'qishni boshlaymiz. Oxirigacha davom etkaztiramiz va yana 5-qatorni xuddi avvalgidek 4 ta katak sanab yana to'qib ketaveramiz. Mana deyarli to'qib bo'ldik. E'tiborli bo'ling. Sumkamiz yon qismlarini ulangan joyigacha to'qiymiz. U yog'ini tegmaymiz. Uni ham o'rtasidan belgilab, xuddi men ko'rsatgandek qilib to'qib chiqamiz. Pastigacha xuddi shu ko'rinishda, ya'ni chapdan bitta va o'rtadan bitta qilib kirgaztirib to'qib chiqaveramiz ikkala tomonini ham. Natija mana xuddi shu ko'rinishda chiqadi. Zanjir ilish uchun kalson esa xuddi shu ko'rinishda tikib chiqamiz. Mustahkam qilib qayta-qayta tiksangiz bo'ladi. Sumkamizga shunaqa astar tikib oldik. To'qigan kanvamizni ichki qismiga astarni birma-bir oddiy igna ipda tikib chiqamiz. Albatta bu xohishga qarab astarsiz qilsangiz ham bo'ladi. Chetlarini kanva bilan birgalikda qilib, mana eng maroqli joyiga tikib chiqamiz, ya'ni sumkani yig'amiz. Har bir chetini shunaqa bir-biriga tikib chiqamiz. Mana xuddi shunaqa qilib birlashtirib tikishimiz kerak bo'ladi. Men bu chetlarini esa ignamizda aylantirib har bitta katakchadan kirgizdirib tikib chiqamiz. Video uzayib ketmasligi uchun ularni videoga ola olmadim. Va nihoyat sumkamiz tayyor bo'ldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Yaqinlaringizga ham ulashing.